Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganlari ovqatdan oldin qo'llaringizni yuvingiz degan gapini bir o'zim tasavvur qilganimcha sizlarga gapirib bermoqchiman-da. Bizda qo'limizni yuvib, keyin sochiqqa qo'limizni artib ovqat yeymiz-ku. U narsa noto'g'ri ekan-da. Qo'limiz yuvilgandan keyin o'zi turgan holatida qurib ketish kerak ekanda. Biz nima qilamiz? Qo'lni yuvib bo'lgandan keyin birugimizni ushlaymiz, pachani ushlaymiz, gilamni ushlaymiz degan ovqat yeb ketaveramiz-ku. Undagi mikrob, ko'rpadagi mikrob qo'limizga yopishadi, u bilan keyin nonni ushlaymiz-da. Nonni ushlagandan keyin nonga yopishadi-da u. Keyin shuni yeyveramiz nonga qo'shib. Undagi mikrob shunchalik zarracha bo'ladi, go'yoki shishani yeydigandek darajada bo'ladi o'ylayman-da. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar.